Sekin tepadan boshlanadi. Noket bol. Assalomu alaykum biz kuzatuvchilar. Mana shu ukaxonimiz o'zi gapirib bersin, xuddi o'rgatib qo'ygan bo'lmasini. Men bu kishiga savol berdim. Belda og'riq, oyoqqa beryapti degandan keyin nima qildingiz, nima qo'ydingiz? Qani eshitaylik. Birinchi men pochka deb o'yladim. Hop. Doktorlar ham pochka dedi. Pochkaga, pochka borib dedim. Lecheniyalar qilib berdi. 5 kun lecheniya oldim, foyda bo'lmadi. Keyin bu pochkadan men nervdan shekilli dedi bir aptekim kam. Hop. Yine tomografiyaga tushdimda. Tomografiyaga tushdingiz. Girija berdi. Girija berdi yine. Ukamning oshnasi tavsiya qildi, Hoji tog'am oldiga keldi. Güzel. Qani biz jalbaz ichdik. Hozir danni yuraymi? Chap oyog'ingizga beryaptimi? Yo'q, hozir oyoqqa bermaydi. Mana shu tochka mashida. Bitta tochkada mana shu kelesiya tepasida bo'lyapti. Qani bo'yinni ko'rib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'p tanlaysizmi? Kattaropiz ancha sudrab yurib qo'yibsiz-da. Ehtiyot qilib. Ba'zilar yopishibdi, ozgina ishasa emas, napряжение katta. O'ntaman yumshoqmi? Bu yerda katta. Chuqurli bor, bo'ldi. Endi test bajaramiz, qarang. Ko'rsin odamlar ham. Qarang, ne qilib ketaringchi, beriz yorug' chiqadimi yo'q? Qani bo'y. Yo'q, og'riq. Endi o'sini ketaring. Bormi yo'qmi? Bor. Ozgina bor. Endi tizan bukmagan holatda o gilanga qo'lingizni yetkazasiz. Qani, yetmasa to'xtating. Yetmadan o'rib ketdi, mana tortdim. Endi qarang, yana bitta tez. Mashida olib. Хорошо. O'ng oyog'ingizni xohlashasiz stol ko'tarib oling. Bunday yonidan olasiz. Yonidan olib turib, bunday qilib tekizib ko'ringchi. O'tirib olsangiz mayli. O'ng oyog'imi? Ha, o'ng oyoq. Taqayog'ini o'rayapti, qila olmaysiz uni. Misolda shu olsangiz mayli, yiqilgandan ko'ra. Tekiz bo'lsinchi. Bak, mana qolyapti mana. Temirlar qo'yganmizmi, nima? Simmi? Beşlik şekli ya. Mana shular sizni o'zingizni ayrılırken nasıl? Tak, yo'tamız qo'limizda. Mana geçmay qo'yaymi? Ro'rofini sopatganingizdan ko'ra. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'limizda yo'ting. Bel tepada qolsin. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh shifo bersin. Aka qo'l yonboshga. Xo'p, mana endi tomogramadan tashqari mana o'zimiz bir qator tomogara qilamiz mana. Qarang mana. O'ng tarafingiz o'zi asli baland turibdi, lekin chap tarafda illadi. Chuqurlik tekizdan ketgan, tegmayman belingizga. Day, mana sizniki mashetdan boshlanyapti mana. Asosisi mashetda. Qarang, mana to'g'ri bormi? Qo'may, to'g'ri bormi yo'qmi? Bora, chap tarafga olyapti. Endi bu yoqda yo'q. Xo'p, bu yerda to'g'ri boshimiz keladi. Mana yumshoq, bu qattiq. Tangachalarimiz yo'lda turibdi, lekin mana yaxshi o'rinda turibdi, mana qattiqroq. Bak, menikisi ham joyida. Xo'p, shunday bir-biriga dicha tepalarga chiqarib ozgina, mana oyog'i chiqsin. O, mana to'g'ri qo'ying, xuddi men o'zim tayyorlab olganga o'xshamas. Oyog'ini bir-biriga urashtirsangiz mana 1.50 ozgina 70 metr turibdi. Hozir mana nimani ukol qiladigan xuddi og'riq bormi yo'qmi? Bunda bor ha? Ya bunda ham bormi? Yo'q. Bunda yo'q, bunda bor ha. Endi sekin mana biz ularni boshlab tekizib olamiz mana. Bismillahirrohmanirrohim. Xato bo'lib ketsa aytasiz. Ismingiz nima edi? Oqilbek. Yaxshi ketdimi? Barakalla. Xo'p. Telefon qo'ramadim. 10 minut. Ya bu tekizlandi. Endi nerv xo'plarini ochamiz. Bu yerlar yaxshi mana. Mana napряжениeni uni xat nima qilmayman. Maylaringizdan og'riq bor ekan mana. Sekin mana ochib qo'yaman mana. Qarang mana. Mana shu hozir o'ylardi, oralari kichkina ketgan. Ularni ochdik mana. Mana bo'sh ko'rib tursa mana ikkovi ham bir xil rubobni simiga o'xshab turibdi mana. Bu ham yumshoq. Tepaga endi-chi. Pastga ham ketdimi o'rgan joyga? Barakalla. Qarang mana. Zo'r ochilyapti mana.
Barakalla. Barakalla. Endi og'rimaydi endi. Endi og'rimaydi mana. Bo'sh qo'yib turing, bo'sh qo'yib turing. Bo'sh qo'yib turing. Qildik. Mana shu yerda ancha ko'tardik siz mana. Mana. Bo'yinga keldik mana. Bo'sh qo'ying mana, hech narsa qilmayapman. Mana yumshadi. Mayli undan ham yumshoq. Mayatdagi og'riq qanchalik borligini ayting, bormi yo'qmi? Yo'q. Yana borida, yo'qmi? Yo'qolibdi. Mayatda o'zim irg'ib tushurdingiz, bormi yo'qmi og'riq? Yo'qoldimi? Ko'rdingizmi mana bu yoqda yo'q. Ikki oy ham bir xil holatga keldi mana. Tak. Bu yoqni ham ko'rib qo'yamiz. Juda ham chiroyli. Endi qo'lingizni oldiga oling. Ana nimalar menga qarang. Hakkiylar ne katanachilar, ne ko'taradi, tizi bukilmaydi. Men pastga bosaman, bu tazni ham qo'shasiz, tepaga ko'tarasiz, ko'taring. Barakalla, akam ko'tarib ko'ring, men bosyapman. Bel yorishyaptimi yo'qmi? Yo'q. Baraka, sizlar bel baquvvat ekan. Qani endi o'zini. Yana qattiq ko'taring. Qattiq bir ushlab turing. Bormi? Yo'q. Ko'rdingizmi? Sizchi просто bitta ozgina shamollasi bor ekan xolos. Endichi, Aqilbek, qarang. Mana bu o'tirasiz. Ayog'ingizni sangillatib, modeliga qarab turing. Qizishni boshladimi pardonlar? Barakalla. Mana hamma yelka sal pastda turibdi. Bu tekkizadi. Aylarda jichcha o'tib ketgan joylarga mutar orqaga qaytaramiz. Buni qo'lingizni qovushtirib bir-biriga. Ashida turibsiz. Endi mana sekin yana tepaga qarab chiqamiz mana. Bu boshdagi, bo'yindagi illatlar hammasi mashina orqasidan ketadi mana. Va barakalla. Zo'r chidadingiz. Gap yo'q. Ikki oyim bir xil o'tadi mana. Endi faqat bosh bilan o'ngga qaraymiz, chapga qaraymiz. Bosh og'rig'i o'tib ketdimi? Tortgan narsa bo'ldimi mana bo'yinda? Xayr yo'q. Tortyaptimi yo'q? U yoqqa qaraganingizda. O'ngga qarang-da. Chapda tortish bormi yo'qmi? Yo'q, tortish yo'q. Yengil-a? Endi o'rtaga olib kelib qo'ysak, mashtalar bizni balotaraq ekan. Shunichi ozgina pasaytirib, hech og'ringda e'tibor bermaysiz. O'tiring. Barakalla. Bo'ldi. Mana ikki oyim yumshoq qoldi. Endi sekin Bismillahirrohmanirrohim deb turasiz. Hop, jag'izimni yerga ko'tarib, ne tikkalaning. Yo'q, jag'iz ko'tarolmayman. Mashina tikkalaning-da. Bir ko'tarilib, bel kirdi, qorin kirdi, sekin yuramiz mana. Yurib ko'ringchi. Demal yuravering, unaqa to'xtab nima qilmasdan, bemalol yuring. Yengil hissediyorsunuz. Ana. Xuddi mana shunday yurishingiz kerak. Tak, endi o'zingizni holatingizga ayting. Nima o'zgarish bo'ldi? Muzga kerak emasmi? Muzga Og'riq qolmadi. Bu oz bu. Og'riq qolmagani bu ozgina qism bu. Siz bundan ozroq olib ketishingiz kerak-da, xudo xolasa. Siz ayting mana. Beldagi yo oyoqdagi og'riq qoldi-qolmadi. Aslisini aytib qo'ying, bo'ladi bizga. Yo'q, oyoqlarda og'riq qolmadi. Barakalla. Mana hurmatli biz kuzatuvchilar, shu bu ukaxonimiz biz o'tkazgan seansdan davolim bo'ldi. Lekin biz davolni emasmiz, chunki bu kishi testda oyoqlari polni yozilmadi. Oyoqlarni yozilib, chiroyli kelgan hech ham sizga ish tushmasdan, doriga ham, doktorga ish tushmasdan yurishligi uchun qo'shimcha zaryadkalarni boshqalarni qattiq tayyorlaymiz. Tekil keyin yurib ketaveradi ekan. Like bosinglar, obuna bo'linglar, kommentariy yozinglar. Endichi qarang. O'tirdingizmi? Ana, o'zi o'tsa